Assalomu alaykum Mavlon aka, yaxshisizmi, sog'sizmi, baxayr bo'lmisiz? Mavlon aka, mana shu tushda ba'zi nafar tilla po'sh qiladi, ba'zi nafar nuqra po'sh qiladi, biron nafar tishni oldirib yo'g'inga bir tishi xarob bo'lgan bo'lsa tish qo'ydiradi. Ya'ni yo kavay bo'lib tishlarini bir xarob bo'lgan bo'lsa shuni to'ldirtiradi. Shunga ne raqam bo'ladi? Shu bir joiz bo'ladimi? Islom shariatga qanday bo'ladi shu? Shuni bir aytib bersangiz baxayr. Hurmatli akajonim, so'rabsiz ekanki, bir inson tish qo'ndiradi va tishini to'ldiradi. Islom dinida va shariat to'g'risida bu qanday bo'ladi? Aya tarati bo'lama, yana g'usuli bo'lama? Halanki tilla taqmoq erkaklarga noto'g'ri, aya erkaklar tilla tish qo'ysa shariatda qanday? Hurmatli akajonim, tilla tish qo'yish erkak va urg'achiga ikkalavisiga ham bilkul joiz, balki tilla tish qo'ysa ko'p bir yaxshi. Yaxshisi nima uchun yaxshi? Chunki tilla tish islanmaydi. Agar temir tish, plastik tish qo'ndirsa, onu tishi shuncha sosiydi, haddan oshgan sosiydi. İnson agar og'zi sosidi va onun agar erkak bo'lsa ayoli, agar ayol kishi bo'lsa onun kuyovi bilkul mutanaffir bo'ladi. Yana agar uni yerli xotin bo'lmasin, boshqa ham birta bo'lsin, ol qabatiga o'ltirolmaydi. Shu sababdan tilla tish qo'ysa tilla tish islanmaydi. Erli xotinning muhabbati ko'p bo'ladi. Bir yerga qo'shilib yotadi va bir agar erli xotin bo'lmasin, ajnabi bo'lsa, uni qaptaliga o'ltirsa, gaplashgan vaqtida og'zidan is kelmaydi. O'zingizga ma'lumki, hadisda pokda keladi, aziyat qilsa harom. Aziyat bersa birtaga harom. Va aziyat ol. Urib bo'lsin, ya so'kib bo'lsin, ya onun qaysi og'ziga bo'lsa isi bo'lsin, ona aziyat bersin. Ikkala suratda noto'g'ri. Shu sababdan tilla tish qo'yish ko'p bir to'g'ri, ayni savob. Ol berda tilla tish qo'ysa, qo'ndirsa ya to'ldirsa, ol tishni jamiga ketadi. Bir masala qoida mantiqi borki, juz tabi kul deydi. Ol juz'i badan bo'ladi. Juz'i badan bo'ldi, badanda hissasiga bo'ldi. Ol shu tish deyin bo'ladi. Boshqa tishni sug'urib olib tarat qilmaysiz. Bu tish ham shoni joyiga qo'ndi, shoni joyiga bo'ldi. Buni ham chiqartmaysiz-da, shoni ustiga qanday avval qilganingiz ayni shunday tarat qilasiz, shunday g'usl qilasiz. Chunki juz'i badan bo'ldi. Juz'i badan bo'ldi deganimga yana sizga bir masala aytib berayin. Qaysi birta bir qo'li ya oyog'i ya qaysi bir joyi julinib qolsa bo'lmasa, onun qaysi bir mahrami, akasi, ukasi, hattoki otasi o'la bersa, o'sha otasini shu joyini olsa da bolasini joyiga qo'ysa, ya akasi masalan sizni biz aka deymiz, ya ba'zi o'zbeklarimiz aba deydi ekan. Abasini, otasini, ag'aynini, shu olasini, shu joylarini bunga qolib qo'ndirsa, bunday bo'lmaydiki, bu otasi bo'lib qolsa, undagi onun badani ondan xalos bo'ldi, ali buni badaniga keldi, shuni badanini juz'i bo'ladi, shuni badanini hissasi bo'ladi. Juz'i shay la yanfaku ani shay. Bir ashyo bir joyga kelib
qo'nsa shoniki bo'ladi. Masalan, endi sizga yana bir misol yana taqib ko'rsatib berayin. Bir daraxtga bo'lsa, daraxtni payvand qilasiz. Masalan, tut daraxtga bo'lsa, zardaluni payvand qilasiz. Boshqasi hammasi tut bir shoxi zardalu bo'ladi. Yana bir shoxi olma bo'ladi. Bo'lsang shu daraxt zardalu daraxt emas. Aslida uni bunyodi qaysi? Bunyodi tut daraxt. Shu tut daraxt hisob bo'ladi. Uni aytmaymizki bu zardaluni daraxti deb. Yana aytmaymizki bu maltani daraxti ya olmani daraxti demaymiz. Hammasi ana shu tut daraxt bo'ladi. Chunki tut daraxt moddai umumi bor. Ki qanday yana men sizga yana bir misol berib qo'yayin. O'zbeklarimiz turk tanilgan